Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüb Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Biz bugün Şaogan qanlıq vəqəsi, həm Ürümçi qırğınçılığının 11-ci ilini xatırlaş münasibətilə həm Xitayının Uyğurlarga hazır yürgüzətən siyasi doğrusunda söhbət elib barımız. Biz bu münasibətlə Dünya Uyğur Qurultayının İcraiya Komiteti rəisi Ömər Qanat əfəndi bilan Dünya Uyğur Qurultayının Xitay İşləri Komiteti rəisi Elşad Həsən əfəndini bu söhbətə alayid təklif qıldıq. Söhbətimiz xoş gəldinizlər. Xoş bulduk. Rəhmət. Unda bolsa Ömər Qanat əfəndi, mən birinci sualını sizinlə başlap getdik. Sizningcə məşu 7-ci ayının 5-ci günü yüz bergen məşu 11-ci ilin aldıdakı qırğınçılıqның Uyğurlar üçün qanday bir tarixi əhəmiyyətə ega? Mən sözümü başlaşdım burun. Məşu 5-ci iyul qırğınçılıq vəqəsində şehit bolğan qarindaşlarımızın ki iğnelerimizin, sınırlarımızın, akıllarımızın, hədələrimizin yatqan yeri cennet olsun deymen. Allah'tan buladığa cennetin makam verişini tileymen. Onun için bütün şehitlerimizni hürmet bilen əsleymen. 5. iyul qırğınçılıq vəqəsi elbette Uyğur tarixində mühim bir yeri var, bir buruluş noktası desek boludu. Bu Xitay hükümeti məncə bu vəqəni çıkarıştı bu Xitay hükümetinin ki bir özünün kimi bir kolu boluşu mümkün dep oylayman. Çünkü muşundaq bir hareketini qozğaş arqılıq o Uyğurlarını aşkın dinçi, ekstremist, terörist degan sübətlər bilə ayıplaş arqılıq muşunu bahane qıtırıb bir çoğ bir qırğınçılıq hareketini başlaşdın ki bir oyunu oynanğan bir mezgil dep qarayman. Bu 5 iyul vəqəsi yani bir taraftan Uyğurlarının ki obrazının vətən sırtıda yani xalqarada bir yaxşılanış bir nimisi qarab manğan bir devrimi de göstərsək boludu. Çünkü 11. september vəqəsindən keyin Uyğurlarını Xitay hükümeti her türlü namlar bilen terörist dep başka dövlətlərə kabul qıldığan bir vəziyyətlər bolğan. Uyğurlarning ismi atalğan çağda terörizm billa atılıp kelgan. Muşunun bile dünyanın kimi xalqaranın mu Xitay hükümetinin bu qırğınçılığını köygəndən keyin bu insafsızlıq bilen Uyğurlarını bastırışını köygəndən keyin bu Uyğurlarning ki bu hareketlerge Uyğurlarning ki milli körüşüge bolğan bir köz qarışının mu özgürüşki başlayan bir noktası dep qarasaq boludu. Elşad Həsən əfəndi, bu Xitay hökuməti məsələn Şaogan vəqəsi bolğan çağda Xitay hökumətinin özünün Xinhua agentliyində aytilishicha, hamda bir Xitay, bir Uyğur yaşını aşağıda bir Xitay qızı basqınçılıq qılmaqçı bolğan degan yağan gapni taqtish arqılıq minglagan Xitaylarning Uyğurning shu yataqlarga hujum qilib, Uyğurlarni keyindan qo'g'lab, Şaoganni urib o'ltirishga sabab bo'lgan. Ammo Xitoy hukumatı bir Xitoyni tutquni yo'q, bir Xitoyni o sebepten umumyüzlük cazalığını yok. Onun keyin Uyğurlar 7. ayının 5-ci bilan ko'chirib chiqqanda Xitoyning saqchilar ularga zo'ravonlik qilib, ularni etib o'ltirib, gerçi ba'zi Uyğurlarning noroziligini ham qarshiligini qo'zg'agan bo'lsa-mu, ham buni terrorizmga atdi. Sizningcha Xitoy hukumatı bunday qilish orqali nima qilmoqchi bo'lgan shu zamonda? 11-yilning oldidagi 5-iyul vaqasi qirg'inchilik Uyg'urning tarixini o'zgartgan ham Xitoyninki Uyg'ur bilan bo'lgan munosabatni ostin-ustin qilayotgan bir tarixiy burilma vaqa desak bo'ladi. Ham bu yerda Xitoyninki 2009dagi iyul vaqasigacha ib bo'lgan bizning vatanimizdagi siyosatida Xitoyni keng ko'lamda ko'chirib olib Uyg'urlarni Xitoyga yo'tkash mana degan vaqtida burungi tuzgan Xitoyning asli Uyg'urlarni aslimasiya qilish siyosatining davomlashishi bir pallaga yetgan vaqti. Chunki bu vaqtlarda Uyg'urlar texnik namratlashdi. Xitoylar bizning vatan keng ko'lamda kelib boyishdi. Bular siyosiy Xitoyning siyosatidan foydalanib, Uyg'urning yerini tortib olib, boyligini, mulkini tortish orqali o'zini boy qildi. Ammo Uyg'ur xalqi bag'ansir namratlashmangdi. Ko'chalarda uriladigan, so'qiladigan, otadigan voqealar yuz berishga boshladi. Shu vaqtga kelgan vaqtida Şaogan vaqasi manda degan vaqtida shuning bir natijasi Uyg'urlarni yo'tkab, 5-chi emgak deb Xitoyning o'lkalariga olib borib ishlatdi. Buning bilan birga shu yerdagi Xitoylar Uyg'urni zo'ravon, radikal, qaloq millat deb ko'rsatganligidan
Xitoylardimi Uyg'urlarga bo'lgan salbiy qarashninki oshqanligidan yana bir jihatdan Uyg'urlarni yana Xitoyninki xizmatini ivoldi degan mushu narsalar bilan Xitoylar Uyg'urlarga Shogonda hujum qildi 26-iyul kuni. Sababsiz Xitoy o'zi e'tirof qildi. Bir yag'an yavdaq gapdan chiqarilgan. Ammo lekin bu chiqarilgan shu yerdagi Uyg'urlarga bo'lgan hujumga Xitoy hokimiyati tarafdan hech qanday shu zamon bir tadbir qo'llanib, jinoyatchini surishtirib, voqeani aniqlab, Uyg'urlarga javob bermaganligidan Uyg'ur yoshlar, Uyg'ur xalqi bu nafratini basamay Urumchida 5-iyulda ko'chaga chiqdi. Bu ko'chaga chiqish bilan mana degan vaqtida Xitoy buni oldin bilgan. Abay Ömer Qanat efendimi dedi, buning orasida azroq Xitoyning plani bor deganda. Bu yerda Xitoy biladi namoyishning bo'lganligini. Ammo lekin Xitoy shu vaqtida Uyg'urlarni terrorizmga bog'lab yo'qotayotgan vaqt bo'lganiki, buni yana bir shunday bir fursat deb hisoblab, buningga oldin o'zlari tayyorlik qildi astirdan. Ammo lekin bir unumli tadbir qo'llanib, masalan, namoyish qilingan Uyg'ur o'quvchilar bilan ko'rishib, ahvollarni tushuntirish hech qanday bo'lmaganligidan 5-iyulda Uyg'urlar ko'chaga chiqdi. Ondan keyin saqchilar kelib ularni bostirdi. Shuning bilan nafratlangan xalq bu yerda qarshilik bildirdi. Qarshilik bildirgandan keyin shu kuni soat 9larda butun chiroqni o'chirib etib, Xitoy armiyasi chiqib Uyg'urlarga qirg'inchilik qilib berdi. Bu qirg'inchilikning natijasida mana degan vaqtida men abay boshda degandek, birsi Uyg'urning tarixini o'zgartdi, birsi Uyg'ur bilan Xitoyning orasidagi bu munosabatni ostin-ustin butunlay tarixda ko'rilib boqmagan o'zgardi. Endi men birinchisi qanday qilib Uyg'urni o'zgartdi degan vaqtida Uyg'urning tarixida bu bir eng cho'ng voqea, ham dunyoga to'nilgan voqea, hamda Uyg'urlarni umumyuzlik safarbarga keltirgan bir voqea. Shuningdan boshlab Uyg'urlar Xitoy hukumatidan ba'zi ahmoqlarni butunlay o'zining umidini uzdi. Chunki 8, 9, 10-yillarda Xitoylar hatto Urumchida, hattoki Urumchidagi Oliy sudning binosiga kirib, Uyg'ur sudchilarni urgan kaltak to'qmoqlarda. Shuningda Xitoy hukumati yo'l qo'ygan. Bo'lmasa biz odatda bizning chaqda mening tushunchimda Oliy sudning sudchi mayli Uyg'ur bo'lsin, Xitoy bo'lsin, hammasi Xitoy hukumatining g'alchisi. Lekin bular uchirdi. Shuning bilan bu yerda Uyg'urlarni birinchi qatim bu hukumatdan ahmoqona umid kutishdan butunlay uzdi. Ikkinchi jihatdan Xitoy hukumati bu voqeani qanday deb to'nidi degan vaqtida buningdan Xitoy Uyg'urni mayli zo'ravonlik bilan, mayli qaysi usul bilan bo'lsin, mayli moddiy jihatdan, chunki shu vaqtga Xitoylarning siyosati ko'p sonli Uyg'urlarni namrat qoldirish, ularni majburiy Xitoy hukumatiga yolurdigan iqtisodiy jihatni olg'a qoldirish, ammo oz sondagi Xitoyga ma'qul degan Uyg'urlarni bay qilish, ularga imtiyoz berish shu siyosatdan tutib kelgan. Ammo bu siyosat butunlay gumron bo'ldi. Shuningdan keyin Xitoymo siyosatini o'zgartib bugungi kunga keldi. Shuning uchun yakunlab aytgan vaqtida bu 5-iyul qirg'inchiligi ham Uyg'urni o'zgartdi, ham Xitoy hukumatini Uyg'urlarga bo'lgan pozitsiyasini asli ustin qildi. Mana degan vaqtida bugungi kundagi Xitoyning Uyg'urni umum bir millat bo'yicha yo'qotishga o'tgani Uyg'ur millatini Xitoy davlatining manfaati uchun dushman ko'rganligi. Bu yakunga Xitoy keldi. Bu yakunning boshlanishi 5-iyul voqeasidan shu Urumchining ko'chiriki Uyg'urlarning qini bilan kelgan. Mana degan vaqtida. Ömer Qanat efendi, Urumchi mushu qirg'inchilik bo'lgandan keyin Xitoy hukumati bu Urumchi qirg'inchiligini bir maqsadlik ilib berilgan terrorlik harakat deb ko'rsatish uchun chet elning muxbirlarini hatto Urumchiga akagan bo'ldi. Ammo shu chaqda bir qism erlari, urug' tuqqanlari, dadilari, birodarlari qo'lga ilingan Uyg'ur ayollar jangovarlik bilan ko'chaga chiqib, Xitoy hukumatining quvvatligining bu hech zamon terror bilan munosabati yo'q, balki begunoh Uyg'urlarga qarshi zarba qilayotganligini. Undan keyin hatto sinalg'umi chiqdi, ya'ni Xitoy soqchilarining o'y Uyg'urlarni tutib opirib ko'chalardan so'rab, yermi yalang'och so'rab manganligi. Ham ishkirdan tunagan kelgan Xitoyning qo'lidagi
to'qmoq kaltaklar bilan ko'chadagi Uyg'urlarni tutib olgan Uyg'urlarni urayotgan ko'rinishlar chiqdi. Bundan keyin siz bu narsalarga hamda qanday qaraysiz? Bu muxbirlarninki u vaqtda bağını şu Ürümchiga bağını bir Uyg'ur mush masalaninki texmo xalqaro jamoat tarafidan uqilishiga, bilinishiga sabab bo'ldi. Va Xitoy undaq bir nima kutmagan bo'lishi mumkin. Xitoy hukumati albatta Xitoy bir oqshom bayam Ilshad efendim degandek qirg'inchilikni elib berib, ko'chalarni chiroyli pokiz tozalab, qonlarni hammasini yuvib, ya'ni cho'ng mashinalar bilan mushundaq tayyorlik qilib bu muxbirlarni chaqirgan, ya'ni hech ish bo'lmagandek qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan. Lekin bu nima? Şu bizning qahramon ayollarimizniki chiqib shu namoyishga to'g'ri kelib, mushu namoyish orqali bu xalqlar o'zininki u yerdagi bo'lgan vaziyatni, bo'lgan ahvolni muxbirlar anglatish orqali buninki texmo xalqaro jamoat tarafidan mushundaq bilinishiga sabab bo'ldi bu nima. Bu Xitoy hukumati balki buningga nayt pushmon qildi deb o'ylayman. Muxbirlarni shu chaqda Ürümchiga chaqirib akagini. Xitoylarninki mushu Uyg'urlar bo'lgan nafratini qo'zg'ash, Xitoy kelgusida ilib boradigan mushundaq bir qirg'inchilik harakatiga maydon hozirlash uchun shu videolarni har sekundda, minutda bir Xitoyninki cho'ng televizorlarda ko'z tutdi. Buninki nimasi hamda oxirgi ta'siri Uyg'ur bilan Xitoy orasida chek-chegara ayrildi. Xitoylar Uyg'urlarning dükkanaga berib, bu yerdan bir nima olmaydigan, Uyg'urlar ularning mahallasiga bormaydigan mushundaq bir chek-chegara ayrildi. U vaqtcha bo'lgan nimada biraz Uyg'urlarning kichkina non berib bilib, to'qmoq bilan o'ynab urib kelgan hamdi. Bundan keyin bularga bu hatto bu non berishninki hojati yo'qka, aldashninki hojati yo'qka, bularni urish kerak ekan deblar, to'qmoq bilan urish kerak degan shu planini amalga oshirish nimasini o'tirib qo'ydi. Bundan keyin mushu 5 iyul vakasından keyin bütün facialik nimalarninki planlarının Xitoyninki nayte vahşi planlarınınki asta nima icra qilinishiga başlaganligini ko'ramiz. Bunda bo'lsa Elshad efendi bu 7 ayning 5-i qonli qirg'inchilik yuz bergan vaqtida Abnum rayonining raisi Nur Bakri edi. O bir Uyg'ur albatta. O chaqda o Abnum rayonining partikomining sekretari o Wang Lechuan edi. Wang Lechuan albatta hammamiz bilamiz nayte Uyg'urlarga qarshi qattiq qo'l bir Xitoy amaldori. Ama mush vaqa yuz berganning atisi Nur Bakri Xitoyning Xinjiang televizoriga chiqib, ya'ni uning da ochiq oshkora Xitoy hukumatining to'g'ri bostirig'ini Uyg'urlarning xato, Uyg'urlarni shunda bostirish kerak degandek bir qator so'zlarni qilib Uyg'urlarning la'natiga qoldi. Ammo bugungi kunda Xitoy hukumati Nur Bakrini qo'lga olib, Nur Bakrini mana muddatsiz kesayotgan bo'ldi. O ish Xitoyning ishkirki bir qor turmada yotmoqda hozir. Sizningcha hozir Nur Bakri o'zining shu 7 ayning 5 degan so'zlarni hozir qayta o'ylasa, men to'g'ri qilibman, demdi ya xato qilibman deyish mumkinmi? Mana degan vaqtida uning so'zi menimcha o o'zining emas, yana balkim 60% ya 50%dan 60%gacha o'zining bo'lsa, ammo qag'ini yana Wang Lechuanninki yana ham Kompartiyaning. Mana degan vaqtida Xitoy Kompartiyasi shu bosh sekretardan boshqa hammasi o'zining gapi bo'yicha bir mix ular. Qayerga mixlab qo'ysa shu yerda turadi. Ularda o'z oldiga tafakkur yurgizgan, o'z oldiga bir hissiyat tuyg'a bu aslida qoidasi bo'yicha bo'lmaydi. Shuning uchun Nurbakirning o'kin o'zi shu vaqtdagi Abnum rayonlik partikomininki yezpagini bo'yicha Nurbakirning katibi Xitoy shularning yezpagini o'yicha so'zildi. Shu nuqtadan elib etgan vaqtida hamda Nurbakirmi qanday bo'lsin Uyg'ur, yana qanday bo'lsin o'zining ismini texniqi Baqijonga o'xshash Bavidong deb o'zgartmagan, Nurbakir deb yurgan bo'lgandan keyin men o'ylayman bugungi turmada u o'zi nayt jiq o'ylashi mumkin. Gerçi uni turmada balkim yana tekshirish yezib partiyani qo'llaydiganligini, sadoqatligini bildirayotgan bo'lishi mumkin. Ammo ko'ngilning bir yerda pishman yegan yeri menimcha bo'lishi mumkin. Chunki u bir inson. İnsan bo'g'iladi ekan, uningda har xil hissiyat bo'ladi.
Stalinning eng yaqin yetishtirgan shogirdi bo'lgan Xrushchev Stalinni oxirsida o'lgandan keyin uni inkor qila oldi degan gap insonlik har qanday vaqtda eng vahshiy odamlardimi bo'ladi. Chunki mening o'qigan tarix kitoblarimda hammadan biladi uni. Xrushchev o'z vaqtida Stalinning vaqtida odam qirgan. Shuning uchun mana degan vaqtda Nurbekirmo garchi o'zining millatini shu vaqtida Xitoy hukumatiga yantayoq bo'lib qirgan bo'lsa-mu, ammo lekin bugungi kundagi turmida cho'qim yurigining bir yeri pij qildi. Endi qanchalik pishman qildi, men uningga bir nima dalanmayman. Ammo shu vaqtida hozir jiq odamning da'vatini shu vaqtdagi bir turkum shu iyul voqeasining oldi keyinida qirg'inchilikning oldi keyinda Urumchida bo'lganlarning deyishida Nurbekir shu kuni Urumchida, ammo lekin Wang Luchan Sanjida. Sanjida bir yerda bir ziyofat ekan, akşam araqni chiqishib oldim deb qo'yilib telefon olmaganligidan Nurbekir hech qanday bir qaror chiqarmagan. Abay deganimizdek xalq maydon turgan o'quvchilar Nurbekir chiqsin, Wang Luchan chiqsin, biz ko'rishimiz, so'zlashimiz deb turgan, o'tirib olgan. Ammo lekin Abnum rayonidan hech qanday bir kadr chiqmagan. Nima uchun chiqmagan degan vaqtida Wang Luchanninki ruxsatsiz Xitoyning beshini linchtib ma'qul demagicha hech kim o'z oldiga bir siyosat yoki bir qadam oldiga mangolmaydigan shunda diktator bir davr edi. Shuning uchun Nurbekirmo Urumchida tursimi, shu yerda hukumatning ishida bo'lgan bo'lsa-mu, lekin chiqib, shu yosh bolalar bilan ko'rishib, shularningki azroq bir gapini anglab, ular chiroyli bir gapirgan bo'lsa, balkim shu o'quvchi bolalar aql yanatdi, bu qirg'inchilikning oldini og'ini balkim bo'lishi mumkin. Ammo lekin Nurbekir shunchalik bir ishni qilmadi. Shuning uchun oxirsi o'zimi shu Uyg'urningki men esimdan chiqmaydigini Fatigul ana o'g'lini izlagan. Shuning ayolning biri yig'lagan so'zi bor. Nurbekirmi egi chiqanmidi? Hay munofiq deganlar. Uyg'urning qog'ishiga ketdi. Biz e'tiqodi va millat agar bir Uyg'ur o'zini Uyg'ur deb turib, o'zining millatiga hech qanday nim qilmay, dushmanga yantayoq bo'lgan bo'lsa, millatning, onalarning, ayollarning, ojizlarning qog'ishiga ketdi. O cho'qim shu badan to'laydi. Mayli qanchalik dushman qilsin. Shuning uchun Nurbekir shu vaqtdagi Xitoyga yantayoq bo'lganligining badalini to'layapti. Menimcha texmi uzun to'laydi. O texmi azobda yashaydi. Bunda bo'lsa Ömer efendi, bu Xitoy hukumati ya'ni 7 oyning 5-idagi Urumchi qirg'inchiligidan keyin Uyg'urlar albatta Nurbekirni qolgan bo'lsa, uning bu qonliq bostirishni qo'llashi bilan Xitoylarmi ko'chaga chiqib, Wang Luchanga qarshi namoyish qildi. Uzun o'tmay Xitoy markaziy hukumati bu Wang Luchanni yo'tkab ketib, ve qaramoqqa yumshoqroq Zhang Chunshanni akagan bo'ldi. U kelib ba'zi bir yumshoq siyosatlarni yurgizgan bo'lsa-mu, ammo ba'zi analizchilarning deyishicha, u ya'ni bu Chunchangdan kelib bu siyosatlarni yurgizishning asosini oldi deydi. Siz bundan qanday qaraysiz? Men to'g'ri deb qarayman shu ko'z qarashni. Chunki u Zhang Chunshan kelgandan keyin u bir nayte hilgarlik bilan nurg'un Uyg'urlar bilan aloqa qurib, ular bilan do'stlik qurib, ular bilan birga o'tirib, qopib, shunday qilgan ishlari bor. Masalan, Hitlerni tabriklab, shunday qilib mandaq qilgan chaqda Uyg'urlarni bir tarafdan shu qirg'inchilik harakatga, qirg'inchilik siyosatininki ijro qilinishiga tayyorlik qilib, yana bir tarafdan qo'yib bu shunday Uyg'urlarni bexutlashtirgan Uyg'urlarni. Bir qism Uyg'ur tijoratchilar hatto 5 iyul voqeasidan keyin sirtqa chiqib ketish, o'zininki masalan ashadagi pullarini yotkash tashabbuslarida bo'lgan. Lekin keyin bu Zhang Chunshan yumshoqda ko'ringandan keyin shu hiligarligi bilan bu Uyg'urlarni qayta jalb qilib, bu Uyg'urlar hatto sirtqa chiqargan pullarini qaytarib akatgan. Qayta shu voy yaxshilanib ketadigan o'xshaydi degan nimani yaratgan. Ammo Ostrettin shundaq bir nayt vahshiy bir siyosatga tayyorlik qilgan gap bular. Chunki shu chaqda ko'ramiz. Masalan, Zhang Chunshan pasportlarni nima qilgandek bo'ldi. Xalqimizning nurg'un hammasini hatto tashviq qildi, sirtqa chiqinglar deb. Bu
Xitoy hukumatining Uyg'urlar haqida bir uchur to'plash, Uyg'urlarning niyati, fikri, ularningki iddiasi haqida fikir to'plash, mush kelgusida ularga qarshi ishlatishninki bir baş nimasi bu? Bir planıda görüldü hozir. Qarsangiz Uyg'urlarni mecbur, hatta bular uyga berib pasport almam senda pasportlarni og'zib bularni sirtqa chiqarib, hozir masalan sirtqa chiqib qolgan bütün Uyg'urlar hozir lagerlarda azap tortyapti. Mushularninki hammasi buni ko'rsatadiki, Jiang Chungshan nayt ustalik bilan kelib Uyg'urlarga yumshoq ko'ringandek bo'lib, o'zlariga ba'zi nimalarni yo'l qo'yish orqali Uyg'urlarni bexutlashtirib, o tarafdan bütün planlarını bular qurib, o siyasetni amaliylashtirish uchun, ijro qilish uchun tayyorlik ko'rgan. Elshad Hasan efendi bu şu Xitoy hukumati hozir 1949-yili hamda Uyg'urlarning ana vatani bo'lgan, shu zamonda Sharqiy Turkiston bo'lgan, bir jumhuriyat qurgan, bir zamonga ega bo'lib, buni kontrol qilgandan beri Uyg'ur xalqi Xitoy kompartiyasining qo'lida nurg'un qirg'inchilikqa duch keldi. Masalan, bizning bilganlarimiz bo'lsa, 90-yili masalan Barin qirdi Uyg'ur. Undan keyin 97-yili G'uljida, 2-oyning 5-kuni G'uljida qirdi. Undan keyin 5-iyul voqeasi bo'ldi Urumchi. Undan keyin masalan Yakan voqea bo'ldi. Bu qirg'inchilik tugagani yo'q. Nima uchun har bir qirg'inchilikdan keyin yana Xitoy hukumati bir qaramoqqa yumshoqroq bir Xitoyni avassa, yana bir qism Uyg'urlar ishlar yaxshi bo'lib ketdi, vaziyat obdan bo'lib ketdi deb, yana uningdan umid kutdi. Nima uchun bu darsni tajriba saboqni yakunlamaydi? Jiang Chungshanninki kelishining oldida shunday yo'tkilar ekan, kelar ekan, yumshoq bir Xitoy kelar ekan deb Uyg'urlarda mishmish bo'ldi, Xitoylarda hatto keng ko'lamda tashviqot bo'ldi. Mao Hong Kongda chiqarilgan Fong Huanghui degan Xitoyninki jurnallari televiziyasida Jiang Chungshanni bor ekan deb alayda tonashdi. Ammo bir narsani biz Uyg'urlar o'rganmagan narsa, Xitoy davlatining manfaati mana degan vaqtida kompartiyasining manfaati, yana kompartiyaning ustidagi bir turkum oz sonli Xitoylarning manfaati uchun ish qiladi. Hargiz bunda hokimiyatda Uyg'urni yoki shu yerdagi Uyg'ur emas, yerlik millat qachon ko'z tutmaydi. Qirg'inchilik Manjuninki Zozungtangdan boshlangan bo'lsa, yaqin arog'i Shingsayning vaqtida boshlangan. Xuddi hozirgi kunga o'xshash jiq Uyg'urlar ota-onasining qanday yo'qolib ketganligini bilmay, izlariga surishtiramagan, ba'zilarini sepilning sirtidan, tog'adan jasadini topolganlar. Topamagan. Hattoki G'ojini Azadidek o'lka rais, muavir rais bo'lgan Nurbakirga o'xshash shularning bu o'ligini keyin topgan. Mana degan vaqtida Xitoyninki kelishida har qanday Xitoy, mayli yumshoq Xitoy bo'lsin, mayli qattiq Xitoy bo'lsin, hammasining kelishida bizning vatanga Xitoyning manfaati uchun keladi. Bu yerga kelib Uyg'urga amaydi. Shuning uchun ularningki har qanday siyosatininki negizi Uyg'urni aldab turib, kuchlik vaqtida Uyg'urni aldab turib, ojiz vaqtida Uyg'urni dastlab turib, o'zining manfaati uchun foydalanish. Ham Jiang Chungshanning masalasi kelgan vaqtida, u vaqtdagi Xitoyning butun siyosati mana degan vaqtida yana azroq xalqaroninki inkosiga qaraydigan vaqti. Birinchidan, iyul voqeasidan keyin, qirg'inchilikdan keyin Xitoy Uyg'urlarga bo'lgan siyosatida bir mezgil o'ylanish bo'ldi. Akshurash yapadi. Shuning uchun mening qayt ta'kidlayapman. Shu vaqtda chiqqan Marong, Huanggang, Hulianghe degan Mushu Xitoylarning yozgan ikkinchi avlod milliy siyosati degan, uningdan keyin yana Xitoy harbiy amaldorlarininki, tadqiqotchilarning, masalan Daishu degan kapitanninki, bularning bir turkum Uyg'urlar to'g'riliq reportlar var. Bular radikal tarafi. Bular deydi Uyg'ur Xitoyga hamon dushman bo'ladi. Bularni bir amal qilib bu masalani hal qilish kerak degan shu ko'z qarashda cho'ng dokladlarni e'lon qildi. Balkim biz diqqat qilmadik. Shuning bilan uningdan keyin xalqaro vaziyatda cho'ng o'zgarish bo'ldi. Bu cho'ng o'zgarishlar masalan Suriyadagi Arab bahoridan kelib chiqqan Suriyadagi qalaymaganchilik, islom davlati, uning bilan birga Yevropadagi bir necha terrorizm, butun dunyodagi islom terrorizm radikallik bilan islomga bo'lgan ko'z qarashni
birgila salbiylashtiryapti. Bunun agishla Xitoyning Xi Jinpingdek bir madaniyat zo'ravonlik cho'qinadigan bir odamning sahnaga chiqishi mana degan vaqtida Xitoyning qattiq qo'lliq tarafiga o'tishiga bumi bir sharoit bo'ldi. Xalqaroning siyosatini Xi Jinping hokimiyati o'ziga foydali Uyg'urni endi terrorizmga texmi ching bog'lasak, hozir yaxshi fursat keldi deb buni hisoblab, shuning bilan Uyg'urga bo'lgan siyosatini biroqla azroq uzun aslamasiya qilishdan tezdan Uyg'urni yo'qotish degan ma kategoriyaga o'tdi. Bu yerda buningda butunlay oldin boshdan oyoqqa planlab qadama-qadam mangan emas, azroq davolg'ish bo'ldi, ammo xalqaro siyosati bilan mana degan vaqtida Xi Jinpingning chiqishi bu ikkisi tang keldi. Shuning bilan bu siyosat butunlayla Uyg'urni tezdan yo'qotish ma tarafiga elib keldi. Mana degan vaqtida biz bu yerda bir narsani cho'qim qalbimizda aniq bilishimiz kerak. U bo'lsa, Xitoyda mayli yumshig'i kelsin, qattig'i kelsin, bularning kelishdagi maqsad hargiz u yerdagi yerlik xalqqa manfaat yetkazish emas, Xitoy hokimiyatining, Xitoy davlatining manfaatini qo'g'dash, Xitoy davlati uchun shu yerdagi butun har qanday narsadan foydalanish, ammo bu foydalanish yo'lida to'salg'i bo'lgan har qanday insonlarni hammani yo'qotish yoki ularni o'zgartirish. Ömer Kanat Efendi, hamda bugungi kunda yani 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, ya'ni yerlik, turkiy, musulmon xalqlarni Xitoy hukumati hozir 3 yildan ortiq lagerlarga so'lgan vaqti. Ham Uyg'urlarning yoshlarni bir qism ishkirga olib qo'l emgakka selishi, Uyg'ur ayollarining qo'saqdagi bolalarni avtishi, tug'mas qilishi. Bu siyosatlar yurgizayotgan bu kunda sizningcha yana Uyg'urlar masalan Xitoyning markaziy hukumati yana yumshoqroq birisini olib Chunchangoni yo'tkab, uning o'rniga yumshoqroq bir Xitoyni qilib siyosatda ancha-muncha bir yumshab Uyg'urlar mechit kirsa bo'ldi, o'zining tilida so'zlasa bo'ldi deb bu lagerlarga bir qismlarni chiqarib bersa. Sizningcha Uyg'urlar hozir yana oldinib, "Bu jahon o'zgardi, Gongsandan yaxshi bo'lib ketdi, mana Chunchangoni yo'tkatdi, uni bir taraf qildi, hozir yaxshi bir rahbarni qo'ydi" deb oldinish mumkinmi? Mencha endi aldanmas deb o'ylayman, lekin oldindagilar yana chiqishi mumkin. Buningda bu ehtimollikmi bor. Masalan, o'zingiz bilasiz, Amerikada 8000 dak Uyg'ur yashaydi. Bularning hammasininki tuqqanlari har qanday bir oilaningki bir necha tuqqani bor hozir o'sha jazo lagerlarida yetib tutulib akitilgan, yo'qmisa yo'qab ketgan. Demakki, bir nimani kutib turgan Uyg'urlarmi bor? Demakki, vaziyat kichkina yaxshilansa, qaytadan ashundaq bir yumshoqroq bir siyosat qilsa, shuningda rozi bo'l. Chunki bu qattiq bostirish albatta har insonni ashundaq bir nimaga zo'rlashi mumkin. Ammo endi Uyg'urlar hushyor bo'lishi kerak. Uyg'urlar endi bu Xitoylarningki niyati o'ttirga chiqdi, butun xalqaro jamoat bildi. Hatto bugun Birlashgan Millatlar Davlatlar Tashkiloti olsun, Amerika olsun, Yevropada olsun, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga bir qirg'inchilik elib berayotganligini e'tirof qilgan bir ahvol ostida Uyg'urlar endi Xitoydan hech nima kutmasligi kerak. Chunki Xitoyningki niyati ma'lum, oshkorlandi. Niyati Uyg'urlarni butunlay yo'q qilish. Buni osti shaklda qismi qiladi, tiz shaklda qismi qiladi. Maqsad Uyg'urlarni yo'q. 3 millionga qadar inson bu lagerlarda yashayapti. U nima kunlarni ko'ryapti. Shu Uyg'urlar chiqib yana bu Xitoy bilan murassalashishni misal qarab mangami. Ulardagi bo'lgan nafrat, Xitoy bo'lgan nafrat. Xitoy shuningdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin. Uyg'urlarni agar hozir nimadan chiqarsa, bular teqimi bu u yerdagi bu o'ch ilish hissi Uyg'urlarning u yerdagi qo'zg'algan nafrat yana qayta bir cho'ng bir nimaga aylanib ketib, mana bir xatar kelishi mumkin deb Xitoy buni o'ylayotgan bo'lsa, shunda bir sharoit qo'pab, hech qanday bir Uyg'ur endi bu nimalarga aldanmasligi kerak. Oldinib qoladiganlarmi buningdan ehtiyot qilish kerak. Hozir o'tirda hamma nima ochiq bo'lgandiki, maydonimi Uyg'urlarningki mencha ochiq bo'lishi kerak. Elshad Hasan Efendi, Xitoy hukumati 1955 yilda Uyg'urlarga avtonomiya berdi. O'zini
öz idare qildi Uyg'urlar deb Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonini qurdi. Xitoyning hozir daftarida endi atalmış 5 avtonomiya bor. Bu avtonomiyalarning biri hozir haqiqiy bir avtonomiya shaklda yo'q. Masalan, nerede avtonomiya qurilgan bo'lsa, shu yerda cho'ng bir masala bo'lyotdi. Uningdan sirt Xitoy hukumati 1997-yili Hong Kongda o'tkazib olgan vaqtida Angliya bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan tuzgan kelishimida 50 yilgacha bu siyosati o'zgarmaydi. Xitoy hukumati bir davlat ikki xil sistema orqali bu yerni boshqardi deb butun dunyoga va'da bergan bo'ldi. Mana 7-oyning biri Xitoy hukumati davlat bexatarlik qonuni yurgizish orqali 23 yil ichida Hong Kongdagi davlat ikki xil sistemini o'ltirib, hozir Hong Kongni Xitoyning har qanday bir Shenzhen, Guangzhou o'xshaydigan bir shaharga aylantirishga tirishmoqda. Shunga bundaq bir vaziyatda, bundaq bir siyosiy reallikda Uyg'urlarning yana Xitoydan bizga bir yaxshi kun kelamdikan, bizga oliy avtonomiya kelamdikan deydigan bir umidlari bo'lsa, haqliqmi sizningcha? Adamlarimiz ba'zida deydi oldi deb İngilizce'de bir gap var ki, İngilizce'de öğrengen, cheat me once, shame on you, cheat me twice, shame on me. Uygurca bir ketim aldıysan, sana nefret. İki ketim beni aldığın bolsan, bana nefret. Bu demek, bunda aldığını versek, Uygur'un yanı bir özümüzden yaxşı gibi var. İşek mi bir katanga düşkenden ki ikinci uy oldum. Biz hem de 55 yıldan tatip hem de işendik diyen bolsa. Menimce yana şu vaxtıda mı işenmeyen ne noçalarımız vardı. Ola karışık bildirdi. Cennet kiperdi. Bazılar hayatını, erkilliği hemsini çıktı. Şu vaxtlarını tatip biz karışıkını bildirip tegellenme bağ oldu. Ama şunun işinip akmak oğallar mı bağ oldu. Hem de bugün günü kege vaxtıda her bir Uygur uyga kirsek, mayli Amerikada olsun, Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun, hukunumdan uçuru yok, izlergi yok dep, birisi dadısını izlese, birisi anısını izlevatıdı, birisi balısını izlese, birisi ayalını, yani birisi erini izlevatıdı. Yani birisi açısını izlese, birisi inisini izlevatıdı. Her bir Uygur bedel tölevatıdı. Bir işkayının aldıda, iki Xitayını yönlendin, yütkep apadı, Abdunum rayonuna. Belkim Çinçengoni yötkü etip yıl ahırıgacha onun ornuga yumşagarak bir Xitayni apırıp Changtun şendek. Anlaşımça hazır bazı Uygurlarni meselen azırak boşluvatkan mı geplenme ba. Şunun için biz eğer ben ait inçkilap karayma. Xalqarada bazı yaşlarımızın avazı bazılarının yokap gitivatıdı. Bir iki yılın aldırıki bağlar. Bu demeklik nima degan vaqtida Xitoy yeligarlikni boshladi yana. O'ynayotdi bu o'yinni. Shuning uchun agar biz o'zimizni bir zamonaviy millat, qalbida bir zamonaviy davlat quramiz, dunyodagi boshqa millatlarga o'xshash millatlar orasidami biz Uyg'ur degan bu nomdan faxrlanib turib, o'zimizning bir madaniyat qaytadan gullandirimiz deydiganmiz, bunda aldam xaltaga İkinci desteş, dünyada bunundan akmaklık bulmaydı. Yani birisi, menin bekerek takitlaydıgınım, bu ketim kelgen fırsat, Uygur milletiga ahirki ketim kelgen fırsat. Dep karayım hemen. Şahsen, hazır bütün dünya Xitay hükümetini tonup yetti. Bunun bizgili emas, dünyaya balayı afet boğallığını dünya tonup yetti. Bunda bir şaraitte dünya bizni mi tonudu? Burun bizning Şarq Türkistan desek, Şinjan deydiganlar bo'lgan bo'lsa, hozir bizning aramizda ba'zilar Şinjan deb qolsa, ma chet elning siyosatchilari Şarq Türkistan deydigan holatga akeldi. Bu demaklik biz endi fursatga endi erishyapmiz. Haqiqiy oldingi asrning 30-40 yillarda oldi keyin ikki jumhuriyat qurgan shunda bir fursat bizga yana kelyapti. Ama şu vaqtdagi mayli 33'deki, mayli 44'deki o tragediyasini ahirki hazırgacha biz bedelini to'layapmiz. Hazırgacha to'layapmiz. Biz şu vaqtida qon kechib ikki jumhuriyatni qurgan. Ammo lekin ahmoqligimizdan, aldanganligimizdan, ba'zilarimizninki umidsizlanganligidan bugungi kunda biz
milyonlagan Uygur, Kazak, Kırgız şu vaqtida tang qon kechgan qarindoshlar bilan tang lagerlarda yig'layapmiz. Shuning uchun bu ketim kelgan fursatni hargiz qo'ldan bermas, hargiz shu tushgan katanglarga qayta dassamas. Agar dassab qolsak, biz shunga loyiq millat bo'lib qolamiz. Bu vaqtida og'rinishimizning hojati bo'lmaydi. Bu ketim oxirgi fursat. Cho'qim qat'iy niyat bilan har qanday hiyla mekrni yengib, shu cumhuriyatlarimizni asliga keltirib, Uyg'urlarningki ham shu yerda biz bilan yashayotgan qarindoshlar bilan bir hurlikka o'zimizningki erkinligimizni qo'lga oladigan shunda bir yerga erishmaguncha hargiz belimizni bo'sh tutmasligimiz kerak. Bundaq aldamchilikqa aldansak, o vaqtida biz bek to'g'ri millat bo'lib qolamiz. Biz o vaqtida xalqaradimi titrab turolmaymiz. Hakikaten biz en načar tariximizin en načar bir devrede, en karanlık bir devrede yaşavatımız. Neçe milyon insanımız lagerlarda, neçe yüz milyonlagan insanlarımız türmelerde azap çekivatıdı, halkımız azap çekivatıdı, türümüz sırtıdı olsun mu? Bu uçuk türmede azap çekivatıdı. Xitay hükümeti hiç misli görülmeyen bir vahşilik bile halkımızınki medeniyetini, tilini, onun milli kimliğini yok için güçavatıdı. Hem de yani bir taraftan olsa Uygur meselesi misli görülmeyen bir şekilde dünyada tonulgan bir tonuluvatıdı. Tonul bir nurgun devletler Uygurlarga ilgi çıkıvatıdı. Uygurların milli ruhumu şunçilik güçlendi. Bayam degendek hazır özümüzün bayrağıga, milli mukaddeslerimizge, özümüzdeki milli simvollarımızga ilgi çıkış, naiti bir keng tarqalgan bütün yaşlar olsun, küçük ballar olsun, hazır ösmürler olsun, hazır milli marşımızı her nimelerde okuvatıdı. Bu yani Uygur tarihinde yani bizning kelenmeydiğen bir noktaya ekip, naiti tezlikte ekip koydu bizni. Amerika'da mesela kanunlar çıktı. Mesela başka devletler mi bunu hem de ülke ile kanunlar çıkarışı mümkün. Muşda bütün halkara cemaat, bu cemiyeti Uygurlarga istaşlıkta bir kozguluvatkan bir devir. Şunun en yaxşı devirde mi yaşavatımız? Çünkü Uygurların meselesinin biliniş. Şununla bu fırsatın biz kolda vermesligimiz gerek. Bayan İlçat Efendim degендek hiç kaçan aldanmasın. Özümüzün hak hukukunu kol getiriş için bu meydanda çın durup görüşümüzü devamlaştırışımız gerek. Bu fırsat ikinci gelmesliği mümkün. Ahırkı sual, İlçat Efendi. Bu Uygur meselesi qanday bo'lsa hal bo'ldi. Biz tarixninki en yaxshi bir davriga yetishdik Uyg'ur uchun. Bu yetishdik deganimiz bizning dushmanimiz xalqaraning o'rtaq dushmaniga aylandi. Bugungi kunga kelgan vaqtida butun dunyo bizning dushmanimizni bu haqiqatan dunyoga vahim ekan, dunyoga taklifkan deb to'nidi. Bunda bir fursat kelishi biz uchun bizning dushmanimizga taqobil turish, özümüzün çıkış yolunu izləyişdə naiti yaxşı bir şərait yaratıb verməlidir. Bununla Uygurun meselesini mən Uygur hal qılmaz deganimdiki, yəni bir məsələmdi bizning bu yerda naiti sezgürlük bilan, naiti kallımız səgək bilan biz inaq birlik kelib ovozini bir yandan chiqarishimiz lozim. Hem de nişanımız iniq bo'lishi kerak. Bu yerda biz umumi, mesela hazırki xalqaro to'nib yetgan Dünya Uygur Qurultayining atrofida turib, shuni qo'llab, shuningga kuchga kuch bo'lib, qo'lga qo'l bo'lib, biz hamma Uygur o'zimizni qutuldirish uchun buningda bütün vücudumuz bilan hech qanday bir narsamizni ayımay birlikda mengishimiz kerak. Shuningda xalqaro sharoitdan foydalanib özümüzni ahirki özümüz qutuldira alaymiz. Bizga birisi qoral bilan bizni ozodlik bermaydi. Birisi bizning Sharq Turkistonni ip bo'lib, undan keyin kelib sizlar so'ranglar demaydi. Shuning uchun Uyg'urni qutuldiradigan yanala eng ahirki nuqtada biz Uyg'ur o'zimiz. Uyg'ur meselesi qanday hal bo'ldi desiniz, biz Xitoydan ayrılmay turib, Xitoy bilan birga yashab bu ish hal bo'lmaydi. Chunki Xitoy o'zining niyatini aşkarı oldu dünyada. Xitayning biz bilan birga yashash nimasi yo'q.
ularniki. Maqsadi yo'q. O Xitoyning ichida qolsa, Xitoy bilan birga bo'lsa, Xitoy bizni yo'q qilman deyotganki, yo'q qiladi. Shuning uchun Uyg'urlarningki o'zininki milliy mavjudiyatini davomlashtirish uchun, o'zininki milliy kimligini davomlashtirish uchun, dunyodagi varlig'ini davomlashtirish uchun ayrı bir o'zi mustaqil bir nimaga erishish kerak. Bir hokimiyatga, o'zining hokimiyatiga erishish kerak. Mustaqil bir davlatiga erishish kerak. Chunki Xitoy hamma yani oldida bu aldash nimasi ko'rindi. Bugun Hong Kongni deysiz. Yani Hong Kong bilan bo'lgan nimadimi Angliya bilan 50 yilgacha hech qanday Hong Kongning ichki ishiga aralashmayman, shu qilmayman, bu qilmayman deb bütün va'dalarni berib, kelishimlar qo'l qo'ygan Xitoy hozir bütün kelishimdagi xilof holda mana yangi qonun chiqarish orqali bütün Hong Kongningki o avtonomiyasi, Hong Kongningki erkinliklarning hammasini tortib oldi degan gap. 25 yil o'tmasdan turib Xitoy hukumati hammasini tortib oldi. Bu dunyoni bunda aldayotgan Xitoy albatta bizga kelganda kim aldaydi? Bu Xitoyniki bu aldam xalqisiga tushmasligimiz kerak. Rahmat. Şikanlarga bugungi söhbetimizga qatnashib berganinglarga. Sizga rahmat. Kanaldagi jamoatga rahmat. Hörmətli görürmənlər, bugünkü proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelar qitim görüşkəcə xush vaxt bulun.